Qalpoq hajviy ko'rsatuv asoschisi, aktyor va ssenarist Rahmonali Suropov qanday qilib xo'rozni televizor yoqishga o'rgatgani. Hajviy ko'rsatuv ortidan Amerikaning mashhur kinokompaniyasi tomonidan tanlov uchun taklif qilingani va safar taassurotlari haqida aytib berdi. Rahmonali Suropov, aktyor, ssenarist, prodyuser 1969-yil 1-yanvar kuni Namangan viloyati Chust tumani Aqcha qishlog'ida dunyoga kelgan. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining musiqali drama teatri aktyorligi bo'limida tahsil olgan. Rahmonali Suropov 2000-yil o'tkazilgan xalqaro sirk festivalida eng yaxshi masxaraboz nomidagi g'oliblikni qo'lga kiritgan. Qalpoq hajviy ko'rsatuv asoschisi, ssenarist va prodyuser, oilali 3 farzandning otasi hisoblanadi. Rahmonali Suropov bizga Amerikaning Warner Bros kompaniyasidan taklifnoma xati jo'natishdi. Warner Bros nima? U haqida qisqacha ma'lumot. Warner Bros kinokompaniyasi 1923-yilda tashkil topgan kompaniya 100 yildan oshiq tarixga ega va dunyodagi eng qadimgi kino studiyalaridan biri hisoblanadi. Eng mashhur Harry Potter kabi milliardlab dollar ishlab topgan loyihalar Warner Brosga tegishli. Yiliga yuzlab kontent ishlab chiqaradi. Filmlar, seriallar, animatsiyalar va hujjatli loyihalar global bozorga muntazam chiqariladi. Xullas, bitta gap bilan aytganda, kinokompaniya filmlari deyarli barcha davlatlarda, kinoteatrlarda namoyish etiladi va global madaniyatga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bizga Amerikaning Warner Bros kinokompaniyasidan taklifnoma xati jo'natishdi. Avvaliga faqat Qalpoq hajviy ko'rsatuvimizni chiqarishdi deb o'ylagan edik. U yerga yetib borgandan keyin bilsak, kinokompaniya aslida 30 ta mamlakatdan ijodkorlarni chaqirgan ekan. Ikki davlatni chetlatgani uchun 28 ta davlatdan kelgan ssenariylarni qabul qildi. Amerikada kitoblar yozib turadigan bir aka bor. Ana shu akamiz Warner Bros kinokompaniyasiga ssenariylar yozib turar ekan. Shu akamiz sabab bo'lib bizga ham taklif xati jo'natishdi. Amerikadagi 11 kunlik safar xarajatlari uchun yo'l chiptalaridan tashqari $20,000 ham ajratishibdi. Borgandan keyin xuddi biz kabi 28 davlatdan kelganlarni ko'rib, biroz ruhiyatimiz tushdi. Chunki faqat bizni chaqirishgan deb o'ylagandim, to'g'risi. Qalpoqning ssenariysidan tashqari action formatidagi film ssenariysini ham tayyorlab borgandik. Film ssenariysini o'g'lim juda chiroyli qilib yozib berdi. Lekin hajviy ko'rsatuvimizning sketch variantdagi ssenariysi bo'lmagani sabab uni olishmadi. Taklifnoma xatida bu haqda aytilmagani uchun bunday usulda ssenariy tayyorlamagan edik. Shunday qilib action shaklidagi film ssenariysini qabul qilib olib qolishdi. Yozuvchi akamizning aytishicha, tanlov natijasini 3 oydan 1 yilgacha vaqt oralig'ida ma'lum qilishar ekan. Shunday bo'lsa ham ikkinchi marta 15 kunga yana AQShga taklif qilindik. Warner Bros kompaniyasi Kaliforniyada joylashgan. Nyu-Yorkda uning filiali bor ekan. Kaliforniyaga yetib borish qiyin, 3 kunlik yo'l bo'lgani uchun shu filialiga ssenariyimizni topshirdik. Safar davomida Nyu-York, Washington, Florida kabi 3 ta katta shtatlarda bo'lib qaytdik. Shulardan eng yoqqan manzil Nyu-York bo'ldi. Syomkalar qildik. Bir voqea e'tiborimni tortdi. Yomg'ir yog'gandi. Biz qora mashinada 600 kilometr yo'lni bosib o'tib, ulovimiz loyga botgandir deb tushib qarasak, mashinaning pastki qismida tangadek loy dog' ham yo'qda. Havosi shunaqangi toza ekan. Washingtonga qo'ngan bo'lsak, 1000 kilometrdan ortiq uzoqlikdagi Floridaga ketayotib ko'rdimki, taxminan 500 kilometr maydon o'rmon bilan qoplangan ekan. Birorta daraxtni kesishga hech kimning haqqi yo'q ekan. Shuning uchun ham havosi toza bo'lsa kerak. Bir oyda bir marta Qalpoqning syomkasi bo'ldi. Bir ko'rsatuv syomkasi uchun chamasi $700 mablag' ketadi va shundan taxminan $600-700 mablag' keladi. Kelgan mablag' ham o'zini o'zi qoplashdan ortmaydi. Agar action filmi ssenariyimiz yutib chiqadigan bo'lsa, kamida $200,000 gonorar bersa kerak. Ikkinchi marta AQShga uyushtiradigan safarimizga katta komandamiz bilan ketyapmiz. Xuddi avvalgisidek safar xarajatlari uchun $20,000 ajratishgan. Jamoamizdagi Sherzod Kattaboyev, Orif Sultonov, Fotima Nazarvalar bilan birga ketyapmiz. Xudo xohlasa u yerga borib Qalpoqning yangi yil sonini ham olib kelmoqchimiz. O'tgan gal xorijda telefonimni o'g'irlatib qo'yganim yomon bo'ldi. Telefon hech narsa emas, chunki qimmat emasdi, lekin ichida juda ham ko'p ko'rsatuv materiallari bor edi. Miyamga kelgan qayerdadir kimdandir eshitgan voqealarning ssenariylarini yozib borar edim. Ana shular endi qaytib esimga kelmaydi. Komik aktyor Rahmonali Suropov safar taassurotlari haqida hikoya qila turib, ancha yillar davomida tayyorlab kelgan ko'rsatuvlarini arxiv sifatida o'zida saqlab qolmaganidan afsuslanishini aytdi. Shundan so'ng u telekanal reklama roligi uchun uzoq vaqt davomida kichik kvartirasida qanday qilib xo'rozni televizorni yoqishga o'rgatgani haqida gapirib berdi. Ancha yillar avval bir xonali uyda yashaganimda bir oy davomida xo'rozni televizorni yoqishga o'rgatganman. Xotinim yo'qoting shu xo'rozingizni deyaverardi. Chunki xo'roz-ku u hamma joyga xohlagan vaqtida bayram qilib tashlayveradi. Uning ustiga o'zi bir xona kvartira va bir dona gilamimiz bor edi. Uning orqasidan
O'ylamasdan xotinim ko'rmasidan avval gilamni tozalab artib yurardim. Shunday qilib uni televizorni yoqishga o'rgatardim. Bu harakatni tez o'rgandi, lekin chaqirganimda kelib men o'tirgan divanga chiqishni o'rganishi qiyin bo'ldi. U mahallar hali qalpoq hajviy ko'rsatuvi yo'q edi. Yoshlar kanalining reklama roligi uchun shunday qilib xo'rozni tayyorlaganman. Televizorning oldiga don tashlardim. Xo'rozim sakrab borib uni olib kelardi. Yaxshigina o'rganib olganda suratga olish jarayoni boshlanib, rejissor baqiraverganidan so'ng o'rgangan harakatini ham qilmay qo'ydi. Keyin amallab televizorni yaqinroqqa qo'yib kadrni olganmiz deya eslaydi u.